Assalomu alaykum obunachilar. Tuzingmisizlar, charchamay. Bugunga Nozir aka 3 partiya qo'yimiz bor. Asosan narxni o'ta arzonlatib beraman. Qo'chqar, sovliq, barra sovliqlar ham bor. Qo'y turuvdan bor. 3 partiya ama o'ta arzon qilib beraman narxini. Arzon bo'lsa keyin olishadi. O'ta arzon. Obunachilar qo'yib qo'ysalar bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, Doniyorbek ukamizdan yana zo'rlaridan kelibdi. Sovliqda 3 dona sovliq, 1 dona qo'chqor, oxiriga kuzatib turinglar. Barralari ham udorlaridan bor ekan. Haqiqiy sizlar so'ragan variantlardan, mana tiklaridan kelibdi. Assalomu alaykum kanalimizning ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Akalar, bugun syomkamiz Namangan viloyati, Namangan tumani arzonchi Optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Xudo xolosa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yoritib beramiz. Narxlarni ham chiroyli qilib berishga harakat qilamiz sizlarga. Hop, Doniyorbek, yeb ichishlar yaxshimi? Bo'ladi. Buni aybini o'tdi, uyimda sinovdan o'tdi. Yedirib, ichirib, keyin pulni sanab berishaveradi. Bemalol, hijolatchilik yerda yo'q. Bemalol ishonchli qo'llar, bemalol aka-ukalar, bemalol olaverasizlar. Turgan puldan foyda yo'q. Hoji buva yangi ro'zg'or aka-ukalarimizga tiniq boqishadi. Bolani ham cho'tki olishib, xudo xolos bitta qo'chqori ham bor ekan. Hammasini olaman deganga qo'chqori ham bor ekan, mana bitta. Tiniq o'zi tulab turgan variantidan mana. O'zi xudo xolos tulab samjun variantidan bir dona yuzlari ham oq yuz mana. Qo'zi. Quloqboshlari ham butun, xudo xolosa. Hop, Doniyorbek, bularda yosh oyliklarni ma'lumotlarni berib o'tib ketsangiz. O, aka qo'chqari qo'zi. Qo'chqor qo'zi. Apkem. Mana shaka chiqibdi jonivor. Mana bir qar juni bilan turgani yo'q. Birinchi qo'rinda. Mana. Bo'g'ozmi bular endi? Bu 50 aka. 50 tayini yo'q, ha. Chunki bo'g'ozmasdan ham bo'g'oz deb bo'lmaydi. Bilmayman. Ha. Shunday degan yaxshi. Endi mayli olmadingiz. Qo'chqor sahrab turibdi. Tiniq. Hop. Bunisi nechta dedingiz? Bu katta uzun. Buni 6 tadan 8 taga o'tyapti. 6 tadan 8 taga o'tyapti. U ham qisira, bo'g'ozmasa u. U ham 50 ya, nonibdi. Qo'chqorni qo'shib qo'ysalar, xudo xolosa, bolani olib, narigi ikkitani birinchi bolani olib ko'paytirib yuraman degan aka-uka hoji bolaga tiniq variantidan bolani ham xudo xolosa qo'chqorni bunaqani qo'shsangiz, tiniq beradi. Haqiqiy o'zingizga bir kolleksiya qilib olasiz. Chiroyli qo'ylar. Tushungan shuni olaveradi aka. Tushunmagan odam bitta molni qilayotganda ketaveradi ama. Tushungan odam olaveradi buni. Qo'ydi, haqiqatan mana Haydar qo'ymas. tiniq variantidan, haqiqiy. Doniyorbek, endi bularning narxini qanday aytamiz endi bularni? Aka sovlig'ini bor-ku. 5 million 200 mingga beraman. Sovlig'ini 5 million 200 ming so'mga. Qo'chqorini. Qo'chqorni 5 million 200 mingga beraman. Azim o'tib beraman. Kamichi kami. Kam kelishtirib ayting Doniyorbek. 51 ga beraman aka. Keng. Boladan ish qilaylar. 5 millionga dastavkasi ichida, Toshkentgacha dastavka, u yog'iga kelishilgan holda. Barakahini bo'lsin, olganga ham, sotganga ham haqiqiy tiniq variant oldi-yu. Doniyorbek, bundan yaqinroqqa so'rashsa, ozmas hayron qilib berasizmi? Beraman aka. Qilib berasiz. Ammo o'tib beraman, acha ko'pmas aka. O'zi normal boladan chiqardim. Yo'q, to'g'ri, siz har doim boladan o'pdim degandan keyin ozmoz qo'yiladi, xolos. O'zi buni tez mana kecha chiqarganlar nima bo'ldi? Tugadi ular. Tugadimi? Kecha chiqarganlari o'zlari ham kelishib, o'zlari ham kelishib, olib ketishib, jo'natadilar, jo'natishib, bir pastda tugabdi. Xudo xolosa o'pdim bo'lsa, narxi arzon bo'ladi. Tas sotish kerak, yangi mana olib kelaverish kerak. Ozda baraka deydi-ya, o'shanday. Olmoqda sotmog'i ham bor. Sovliqlarni aytaymi? Sovliqlar ayting chiqani. 4 million 200 dan. Nechtasi? 3 tasi-ya? 4 million 200 ming so'mdan. Kamichi kelishtirib ayting Doniyorbek. Kelishtirib berishsin. 41dan emas. 3 dan pastida, 4 dan pastida gapir, ha? U 400 ta qo'yapti. Ammo buni 4.5, 46 ham qo'yapti. Yo'q, to'g'ri, qo'ylaringiz zo'r, Doniyorbek. Haqiqiy. Men yomonlaganim yo'q. Prosta sal yengillatib, masalan, sovliqlarni ko'rsating bitta tomog'ida. Alloh, haqiqiy. Tiniq variant, oldilari ham o'ta keng, yuzlari ham, quloq boshlari ham tiniq variantidan. 3 dona, haqiqiy orqalari ham
tiniq variantidan, kiygan variantidan mana. Xo'p. Doniyorbek, narxini kelishtiring. Bo'ldi, u tamom. Narxini kelishtiring. Ikkinchi kuni yo'q aka. 4 million so'mdan dastavkasi ichida O'tib bermishsizmi 4 million Yo'q, so'mga? o'tib beraman bu. 4 milliondan. Hayrani qilib bering. Keyin baraka beraman. Telefon qilsan. Bo'ldi, hayron o'tib bering, men baraka qilaman. 50 ming o'tib beraman. Barakahini ursin. Olgangan, sotgangan haqiqiy tiniq varianti bo'ldi, lekin bu qo'ylar qaranglar, ko'z bilan ko'ringlar. O'ta chiroyli narsalar, xudo xolasa, shu ko'paytirib yuraman degan aka-uka hoji bolamizga o'ta tiniq varianti mana. Qo'ylar, hazlakam qo'ylar emas ekan. Bemalol ko'z bilan ko'ring, bo'ldi tamom. Bu qo'ydi ishqoz telefon qilsa. Mana. Bittasini ham, ikkitasini ham sotaverasiz, Doniyorbek, ya hammasini sotasizmi buni? Sotaveraman aka, bitta ham. Ketaveradi, endi kimdirdadir, bittaga yetishi mumkin, puli kimdirga ikkita kuchlarning yetganicha, hurmatli obunachilar, bemalol bittasini ham uylariga olib borib dastavka qilib beradi, yedirib, ichirib. Endi kimdadir sharoit yaxshi bo'lsa aka, bitta uni olib qo'ygan yaxshi. To'g'ri. Buni bitta qo'chqorimdan tiniq. Turgan puldan foyda yo'q. Xudo xolasa qo'ylar zo'r. Tavsiya qiladigan variantidan. Hop, keyingi partiyalarimizga o'tamiz. Qolgan qandaqa ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Shoshilamiz. Xudo xolasa qo'ylarimiz zo'r. Hop, hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga ham mana barrani o'ta go'zallaridan, udor variantlaridan haqiqiy sutga to'ygan quloqvoshlarni qaranglar. O'ta uzun, qalin quloq, shu sizlar so'rayaptirgan variantlardan ko'paytirib yuraman degan aka-ukalarimizga, hoji bolamizga haqiqiy tiniq variantlardan. Oxiriga kuzatib tursalar, yana barrani zo'rlaridan, sal arzonroq variantlaridan ham chiqadi. Mana haqiqiy orqa boshlari umuman osilmaydigan variantidan ekan. Doniyorbek yeb ichishchi bo'ladi. Zo'r aka, sinovdan o'tdi. Bir hafta sinov olishadi. O'sha gap, yedirib, ichirib, keyin pulni sanab berishaveradi, bemalol. Mana. Xudo xolasa, narxini ham eshitib turinglar. Narxi ham arzon bo'lar ekan. Mana. Haqiqiy o'ta sifat ekan jonov. Nechta qo'chqor dedingiz? Bir dona qo'chqor. Bir dona qo'chqor. Haqiqiy mana ko'paytirib yuradigan variant topishdi. Bir dona ranglilaridan ekan, bu ranglarni qaranglar, haqiqiy noyob ranglaridan, sarig'idan deysizmi, afg'on rangi, afg'on rangi qo'chqor ekan jonivorda. Haqiqiy tanig'idan, bu qaranglar, qulog'ini jonivorda haqiqiy hammasini qulog'i boshqacha narsa ekan bular. Taniq variantidan. Mana qiziqqanlar bo'lsa, tez shoshilaveramiz. Chunki tez ketib qolyapti, tez sotilib ketib qolyapti. Doniyorbek, bularni narxini ayting. Arzon degansiz-a? 2 million 800 dan emas o'tib beraman. 2 million 700 dan bering. Unda demang Doniyorbek. Necha oylik o'zi bular? Bu 3 oylikdan o'tgan. 3 oylikdan o'tgan-a? Lekin sutga to'ygan varianti ekan, mana qaranglar. Ko'z bilan ko'ringlar. Bular ustidan Yo'radi. Mana. Mana qaranglar, baquvvat, xudo xolasa o'zi salkam katta qo'yib bo'lib qolibdi. Mana orqa boshlar. 700 dan ham bermayman. Ha, tanlab olishaman desa, bir ikkita ichidan nech puldan berasiz? Tanlab olishganmi? Ha, tanlab olishga. Bitta ikkita olishaman desa-da endi. 2 million 700 dan beraman. 2 million 700 dan. Nechta tanlab olishsa, nechtaga davr u? Ikkitami, bittami, nechtaga o'tadi? 3 taga davr. Krupni kelsa-chi, krupni, ha, krupnini gapiringchi. 2 million 600 dan. O'tib beraman, mayli, hayriga yana. Unda demang. 2 million 500. Kelishtirib bering. 2 million 550. O'ptimchi odamga 550 so'mdan. 2,5 dan kami yo'q. Barakahni olsin. Mana bu gapingizni men ham kutib turgandim. Haqiqiy tiniqmi, qaranglar. Hurmatli obunachi, 2,5 million so'mdan tiniq narxi bo'ldi. Xudo xolasa, mana o'ta tiniq narx bo'ldi. Ne 200 dollardan ham emas mana. Qo'ylar, ko'z bilan ko'ringlar, yirik, sutga to'ygan variantidan mana. Mana haqiqiy obunachilar so'rayib turgan variantlardan. Xudo xolasa, mana qo'ylarimizga gap yo'q. Mana oqi afg'on rang qo'chqor ekan. Ko'paytirib yuraman deganlarga o'ta tiniq ko'klam keldi. Tomorqaga qo'yib yuborsalar, xudo xolasa o'zini o'zi bundan buyog'i baqoradi. 2,5 dan deqqan ham bermaydi. Olib baraka topsin, men roziman. Sohot singaring ketadi. Barralar o'sarman bo'lar, sohot singaring ketadi. Xo'p, telefon qilinglar, xudo xolasa turgan puldan foyda yo'q, olib qo'yinglar. Mana
Jonivorlar hammasini qulog'i butun quloqlariga ishqiboz oldim. O'ta uzun, qalin quloqdan. Xo'p, keyingi partiyalarımizga o'tamiz. Kuzatib turinglar. Barrani sal arzonroq sifatli variantidan yana bor ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, so'nggi partiyamizga mana o'ta sifatlaridan 3 dona ekan mana. Haqiqiy tiniq variantlardan qo'ylar qaranglar, orqalari ham haqiqiy kelgan quloq oshlari butun uzun qulog'idan mana bitta sarig'idan ikkita kashdan tum rangidan mana. Haqiqiy yurish-turishlarda ham Xudo xolasa muammosi yo'q, hech qanday. Doniyorbek, bularni yeb ichishlari qanday qilib, bular qanday? Sinovdan o'tdimi? Ottirjam yeb ichaveramiz. Sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tgan. Mana qo'ylar qaranglar. Ko'chatni Qo'ylar o'ta charchagan, o'zini aqaba qo'riyapti. Haqiqiy zo'r, sog'lomligi yaxshi, sog'lomligi zo'r. Yeb ichish yaxshi dedingiz-a? Yeb ichish zo'r aka. Yedirib, ichirib bemalol keyin pulni sanab beraverasizlar. Aka-ukalar, Xudo xolasa yeb ichaveradi. Narxi arzon ser xarida variantlar. Haqiqiy o'sha pulim kamroq edi degan aka-ukalarga Hojibolarga zo'r variant tashab qo'yib, Xudo xolasa boqib ko'paytiradigan variantidan mana pulni ko'paytiradigan. Doniyorbek, bular qo'chqormi, sovliqmi? Bular urg'ochi ekan, sovliq. Uchovi ham urg'ochi ekan mana. Bitta qo'chqoridan desalar, qo'chqoridan ham qilib beraveradilar, qo'shib, Xudo xolasa ko'paytirib beradigan variantidan. Xudo xolasa mana. O'ta tiniq variantidan. Xo'p, narxini aytingchi, narxi qiziqda bizga. Bizda kami bor. 2 million 300 dan. 2 million 300 dan kami. Ikkini pasida gapiring, Doniyorbek. Bermaydi, jangar. Ikkini pasda. Yo, qo'ylarimiz zo'r, to'g'risi. Men ham bekor qilganda qo'ylarimiz haqiqatan sifatlik, institutga to'ygan, qurib qolgan, surib qolgani yo'q. Haqiqatan u, lekin kelishtirib bering. Oldi 21 dan. 21 dan. 21 dan. Dastavkasi ichida. Qayeriga o'tib ham beraman men. O'tib ham berasiz? O'tib ham beraman. Bo'pti, 2 dan bering. 2 dan. Yanga nima olsa bo'ldi. Barakahli bo'lsin mana. Olgangan, sotgangan 2 million so'mdan ketdi, hurmatli obunachilar. Haqiqiy tiniq narx bo'ldi, tavsiya qiladigan narxidan bo'ldi mana. Haqiqiy sifat qaranglar, jonivorlarni. Telefon qilinglar, xudo xolsa qaysi partiya yoqqan bo'lsa ham ish bitadi. Doniyorbek, bundan ikkita so'rashsa ham ketaveradimi? Ikkita hamma partiyadan-da endi kimdirga aytdim-ku men, kimdadir pul yetarlicha oladi-da hamma. To'g'rimi aka? Ammo ikkita olsa 100 ming qo'shib berishadi. 50 ming so'mdan. 100 mingdan 50 ming so'mdan qo'shib bersa ikkita olsa olishadi. Jeka sotiladi. Dastlabkilarimiz qaygada bo'ldi endi. Toshkentgacha. Noyog'ach. Kelishamiz uyog'iga. Lekin O'zbekiston bo'ylab bor. 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 Xudo xolasa telefon qo'yinglar, ishlaring bitadi. Qaysi bir yoqsa ham hamma O'zbekistonda hamma viloyatiga Xudo xolasa yetkazib beriladi. Telefon qilsalar ham bo'ldi, ish bitadi. Xo'p, videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammalarning chorvalaringga Alloh baraka bersin. Hammaning uyida bir qo'ra mahnaqasidan bo'lib ketaversin. Bizni kuzatib boringlar, Xudo xolasa sizlarga turdan chiqarishga harakat qilamiz.